Bugun biz sizlar bilan cooking vlog qilamiz. Bunda men o'zimda iftorlikka tayyorlagan ovqatimda vlog qilib oldim. Birinchi tuz solamiz, keyin buvim olib kelgan ko'katlarni obzor qildim. Bundan keyin kartoshka sabzilarini qovurib oldim. Keyin ko'katni olib to'radim. To'raganimdan so'ng uni ozrog'ini ovqatga soldim. Ozrog'ini ustiga pishirib ketish uchun olib qo'ydim. Keyin choyimiz ham qaynayapti. Saxiy bir kompaniyasidan menga guruchlar va har xil narsalar kelgan. Ularni keyin obzor qilib, keyin bo'lgan narsalarni ham obzor qilib oldim orada. Keyin men ovqatim pishgandan so'ng dasturxonga tortdim. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Men orada keyin pomidorni ham qo'shdim. Undacha menda ovqatam saharlik ham yoki iftorlik qilsalar ham bo'ladi. Menda og'izochar bo'pti va yoqimli ishtaha.